Barchaga assalomu alaykum. Nevrotik buzilishlarning turlari haqida ma'lumot berishni boshlayman. Bugungi darsimiz bu vahima hujumi, ya'ni paniska ataka. Panika so'zi bizning xalqimiz orasida, odamlar orasida salbiy fikrga undaydigan so'zga aylanib qolgan, ya'ni panika. Tabiatan o'zi biz uchun nima uchun zarur va bizga xalaqit beradigan panika bu nima? Bu haqida bir oz tushuncha bermoqchiman. Panika o'zi nima? Organizm qanaqadir xavfli holatga tushib qolganda, xavfli voqelikka tushib qolganda, xavfli joyga tushib qolganda, shu xavfli joydan bizni olib chiqib ketishga qaratilgan bu himoya reaksiyasi. Bu panika. Faqat bu uchun real xavf bo'lish kerak. Ya'ni sog'lom panika bo'lish uchun real atrofimizda qanaqadir xavf bo'lish kerak. Ya'ni biz qanaqadir bir xavfli zonaga tushib qolishimiz kerak. Uning uchun bizning hayotimizga xavf tug'diradigan. Ko'chada ketyapmiz. Oldimizdan qanaqadir it chiqib qoldi. Yoki ko'chada ketyapmiz, qanaqadir bir xavfli bir odam chiqib qoldi. Biz insonlarning hayotiga xavfli bo'lgan har qanday voqelik bu bizni panika chaqiradi. Ya'ni shu muammodan chiqib ketish uchun. Endi shunaqa panika turi bor. Aynan bu sizlar uchun juda ham tanish bo'lgan, ya'ni atrofimizda biz uchun absolutni hech qanaqa xavf yo'q. Bizni hayotimiz uchun real xavf yo'q, lekin ana shu vaqtda panika yuz beradi odamda. Demak, sog'lom panika bor odamda va nosog'lom panika holati bor. Paniska ataka, vahima hujumi haqida demak bugun to'liqroq ma'lumot beraman. Vahima hujumi o'zi nima bu? Vahima hujumi bizning organizmimiz uchun 100% xavfsiz bo'lgan jarayon, ya'ni o'zimizni vegetativ nerv tizimimizni aktivlashishi. Bu biz uchun xavfsiz jarayon, 100% xavfsiz. Vahima hujumi nimadan keyin boshlanadi odamda? Vahima hujumi ma'lum bir sabablarga ko'ra organizmda yuz beradi. İnsanlar bir xil vaqtda shuni sababini tushuna olmay qolishadi. Aynan shu narsa keyinchalik vahima hujumini kuchayib ketishiga olib keladi. Demak, o'zimizni qo'rqitishga odatlantirib qo'yishimiz, o'zimizdagi vaziyatni ongli ravishda anglay olmasdan, ya'ni vegetativ nerv tizimimizni aktivligini anglay olmasdan, nima uchun bunaqa bo'lganini bilmagan holatda odam xavotirga tushib qolishi va bu xavotir kuchli qo'rquv chaqirishi va shu qo'rquvga javob reaksiyasi sifatida nosog'lom paniska holatlar, ya'ni panik holati yuzaga kelishi. Real atrofimizda xavf bo'lmagan holatda ham. Vahima hujumini sodir bo'lish mexanizmi haqida suhbatlashamiz. Ya'ni aytib o'tdim, aynan vegetativ nerv tizimini aktivlashishi. Vegetativ nerv tizimini aktivlashishiga bir necha omillar, bir necha sabablar mavjud. Birinchisi bu stress. Uzoq muddatli insonda sodir bo'lgan stress. Yoki stressga olib keluvchi turli xil omillar. Qanaqadir surunkali uyqusizlik, bu ham stress organizm uchun. Qanday holatdandir ta'sirlanish, bu ham stress. Yoki inson o'zi hayoti davomida oilasiga bog'liq, ish faoliyatiga bog'liq, sog'lig'iga bog'liq qanaqadir muammo bilan uzoq muddat yurish. Har qanday holatda ham stress deb qabul qiladi organizm va bu stress keyinchalik biz asab tizimimizni toliqtirib qo'yadi, charchatib qo'yadi, ya'ni vegetativ nerv tizimi. Bu tizim haqida o'tgan demak darslarimizda men to'liq ma'lumot berganman. Vegetativ nerv tizimi charchab qoladi va avtonom sistema bo'lgani uchun, o'zi boshqaradigan sistema bo'lgani uchun bu tizim demak muvozanatsiz ishlashni boshlaydi. Keyingi sabab ko'p uchrayapti oxirgi vaqtda, bu psixoaktiv moddalarni qabul qilgandan so'ng. Bunga nima kiradi? Kofein, narkotik va alkogol. Ya'ni insonlar quyidagi moddalarni qabul qilgandan so'ng vegetativ nerv tizimi aktivlashishi kuzatiladi. Inson ongli ravishda demak o'ziga tushuntirib bera olmaydi. Natijada paniska atakalar boshlanadi. Demak, xulosa, stress yoki qanaqadir psixoaktiv modda iste'mol qilgandan so'ng vegetativ nerv tizimimiz aktivlashadi. Aktivlashgan vaqtida inson
nimani sezadi? Inson men g'alati bo'lib ketyapman deydi. Birdan yuragim urib ketadi deydi. Shu jonim kelib tiqilib qoldi deydi. Birdan kuch qolmadi menda deydi. Hamma har xil tasvirlab beradi bu vegetativ aktivlikni. Lekin juda ko'p holatlarda insonlarda birdan yuragim urib ketdi degan shikoyat juda ko'p uchraydi. Va bu holatni o'zida nima uchun yuz berayotganini juda ko'pchilik insonlar anglay olishmaydi. Ovqat yeb o'tirgan holatda bo'lib qolishi mumkin, yurib ketayotgan holatida, kim bilandir suhbatlashib o'tirgan bo'lishi mumkin yoki nimadir o'ylab yotgan bo'lishi mumkin. Kimdirlar bozorda bo'lishi mumkin, kimdirlar bu holatda masjidda bo'lishi mumkin. Insonni birdan boshlandi vegetativ reaksiya, uni tushunmadi, noto'g'ri talqin qildi. Qattiq qo'rqib ketadi insonlar bu holatdan. Bu ham asli norma. Qo'rqib ketgandan so'ng organizmimiz buni xavfli vaziyat deb baholaydi va bu xavfli vaziyatdan bizni qutqarish kerak. Javob reaksiyasi sifatida qonimizga buyrak usti bezidan adrenalin gormoni tushadi. Aynan bu tushgan adrenalin gormoni bizni vegetativ nerv tizimimizni yanada aktivlashtiradi. Ya'ni yanada yuragimizning urish soni ko'payib ketadi, yanada qon bosimimiz ko'tarilib ketadi. Nafas olish go'yoki qiyinlashganday, terlab ketadi odam, xuddi bir organizmida kuch qolmayotgandek, o'zini tashlab yuboradigandek his qiladi o'zini. Va mana shu fikr insonlarni demak tez tibbiy yordamgacha borishiga, qandaydir kimdandir yordam olishiga, bir qanaqadir dori ichishiga, aptekaga yugurib borishiga yo atrofiga kimlardir chaqirishga majbur qiladi. Ya'ni bu holat, yana bir marta aytaman, bizni organizmimiz uchun absolyutniy xavfli emas. Sog'lom organizm uchun bu panik ataka demak xavfsiz hisoblanadi. Adrenalin gormoni haqida tushuncha beraman. Adrenalin gormoni juda ham umri qisqa gormon hisoblanadi. Ya'ni 2 minutdan 10 minutgacha qonimizda aylanib yuradi. 2-minutdan bu gormon parchalanishni boshlaydi. Demak, insondagi asosiy simptomlar aynan mijozlarim tomonidan aytiladigan shikoyatlar, ya'ni simptomlar 2 daqiqa ichida maksimal nuqtasiga chiqadi. Va undan keyin simptomlar kamayishni boshlaydi. Bu fiziologik reaksiya bu. Bundan umuman qo'rqish kerak emas. Demak, adrenalin gormoni tushgandan so'ng aynan shu vaziyatda 2-minutdan 10-minutgacha insonlar o'zini qutqarishni harakatini qiladi. Shu vaqtning ichida yetib borgisi keladi больницаga. Shu vaqtning o'zida nimadir qidirib qoladi. Shu vaqtning o'zida yordam chaqiradi atrofdagilardan. Shu vaqtning o'zida aptekaga chopib boradi. Va natijada 15-minutlarda o'sha bizni qonimiz tarkibida adrenalin gormoni qolmaydi. Parchalanib bo'ladi, metabolizmga uchrab ketadi. Va undan so'ng aynan biz panik atakamiz normal fazaga o'tadi. Ya'ni vegetativ reaksiyalar to'xtaydi. Sababi adrenalin gormoni tugaydi qonimizda. Normal holatga o'tgan vaqtida juda ko'pchilik insonlar o'sha больницаga tez tibbiy yordamga yetib borishgan bo'ladi o'sha. Yoki yo'lda bo'lishadi. Va juda ko'pchilikda e'tibor beraman va sizlarni aynan oralida o'tirganlar ichida ham bor shu narsa. Tez tibbiy yordamgacha, shifokor oldigacha yetib borgungacha o'sha holatim yaxshi bo'lib qoldi deydi. Lekin mana vaziyatdan qo'rqqani uchungina yetib borgandan so'ng albatta bu haqida shifokorga to'la-to'kis aytib berib va o'zini tekshirish kerakligini demak talab qiladi shifokordan. Yoki nimadir tinchlantiruvchi qanaqadir preparatni qabul qiladi yoki kimnidir yordamga chaqiradi. Aynan shu holatda inson har doim o'sha shifokor oldiga borganim uchun yaxshi bo'ldim, dori ichganim uchun yaxshi bo'ldim, kimnidir chaqirganim uchun yaxshi bo'ldim degan noto'g'ri tushunchaga ega bo'lib qoladi. Qisqa vaqt davom etadigan panik ataka, ya'ni vahima hujumi aynan birinchi marta sodir bo'lgan vahima hujumi insonlarda juda ham chuqur yodida qoladi, esida qoladi. Sababi avval bu holat kuzatilmagan bo'ladi. Birinchi sababi nima edi? Birinchi sababi vegetativ aktivlik. Vegetativ aktivlikka ta'sir qilgan omil nima edi? Insondagi uzoq muddat davom etgan stress. Uzoq muddat davom etgan stressning sababi turlicha xil bo'lishi mumkin. Aynan mana shu sabab deb aytayotganim yo'q, umumiy stress deb yozib qo'ydim. Sababi aytib o'tganimdek kimdir surunkali nimadir sabab bo'lib
biror hafta 10 kun yaxshi uxlay olmasligi, qanaqadir bir o'sha vaqtida qanaqadir mas'uliyatli kunlarni boshdan kechirganligi, qanaqadir stresslar, oilaga, ishga bog'liq, moddiy ta'minotga bog'liq va sog'lig'iga bog'liq uzoq muddat stressda yurgani, demak, vegetatsion nerv tizimini o'zi bilmagan, o'zi kutmagan holatda aktivlashtirib qo'yadi. Ya'ni asab tizimi toliqadi. Toliqqandan keyin o'zicha ishlashni boshlaydi. Chunki nerv tizimimiz, vegetatsion nerv tizimi avtonom tizim hisoblanadi. O'zini o'zi boshqaradi. Va keyingi sabablardan oxirgi payt ko'proq uchrayotgan, ya'ni aytib o'tdim, psixoaktiv modda qabul qiladi va birdan o'zida har xil simptomlarni his qilishni boshlaydi. Ya'ni salbiy holatni va o'zida diskomfort his qilgandan so'ng yog'i o'zi normal reaksiya ketadi organizmda. Va birinchi marta sodir bo'ldi. Juda ko'pchilik o'sha tez tibbiy yordamga boradi yoki tez tibbiy yordam uyiga chaqiradi. Va normal holatga o'zi tushadi qisqa vaqt davomida. Tushgandan so'ng ertasi kuni demak o'zini tekshirtirishni boshlaydi. Mantiqan asli bu ish to'g'ri. Chunki avval bu insonlarda bunaqa holat kuzatilmagan edi. Birinchi marta o'zida nimanidir his qildi va qo'rqdi, fikr bo'ldi. Panik ataka vaqtida juda ko'pchilik nima fikrdan qo'rqadi? O'lib qolaman deb o'ylaydi. Yuragim infarkt bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Yoki men nazoratim yo'qotib, yiqilib hushimni yo'qotaman deb o'ylaydi. Mana shu 3 ta fikr juda ham ko'p mijozlarda, ya'ni insonlarda kuzatiladigan fikr. Mana shu fikr sabab bo'ladi qonimizga adrenalin gormoni tushishiga. Va o'zini tekshirtiradi, kardiologga boradi, yuragini tekshirtiradi, nevropatologga boradi, miyasini tekshirtiradi, ya'ni bir necha mutaxassislarga boradi, o'zini tekshirtiradi. Natijada tekshirtirgan vaqtida 99% holatlarda demak hech qanaqa organik patologiya topilmaydi bu insonlarda. Ya'ni siz amaliy sog'lomsiz degan xulosani beradi. Lekin bu insonlarda, "Xo'p, men sog'lom ekanman. Nima bo'ldi kecha?" Mana shu savol juda katta savol ostida qoladi va holatini tushunish uchun demak internet tarmoqlaridan ma'lumot qidirishni boshlaydi yoki o'zining holatini kimdirgadir tushuntirib berishga harakat qiladi. Tekshirtirdim, hammasi yaxshi chiqdi. Sog'lom ekanman, meni yuragim yaxshi chiqdi, miyam yaxshi chiqdi. Kecha nima bo'lgandi menga? Degan savol bu insonlarni qiynashni boshlaydi. Birinchi marta sodir bo'lgandan so'ng. Va inson normal holatga tushdi, o'zini yaxshi his qilyapti. Ma'lum bir vaqt o'tdi. O'ziga nisbatan keyin nima bo'ladi? Odam e'tiborli bo'lib qoladi. Birinchi panik atakadan keyin. Avval bu darajada o'ziga e'tibor bermas edi. Bir kun oldin nimadir bo'ldi. Endi o'ziga e'tibor beradigan, o'zini nazorat qiladigan, o'ziga quloq soladigan bo'lib qoladi inson. Shu darajada o'zini nazorat qiladiki, o'ziga e'tibor beradiki, demak butun diqqat markazini yurak urishi, qon bosimiga va o'zini umumiy holatiga qaratadi. Albatta o'ziga e'tibor bergandan so'ng insonda xavotir paydo bo'ladi. Agar siz nimagadir e'tiboringizni maksimal qaratsangiz, aynan o'sha joyda yoki ana shu e'tibor qaratgan hodisangizdagi o'zgarishni sezasiz. Masalan, agar qo'l barmog'ingizni ko'rsatkich barmog'iga e'tibor berib tursangiz, bor vujudingiz, bor harakatingiz, bor konsentratsiyangiz shu qo'lga qaraydi. Ya'ni shu qo'lingizni qaltirashini yoki qimirlashini yoki o'zgarishini sezasiz. Demak, odam nimagadir e'tibor qaratsa, aynan o'sha narsa insonda qanaqadir bir o'zgarish paydo qilgandek bo'ladi. Biz sog'lig'imizga, o'zimizga e'tibor berib tursak, xavotirimizni o'zimiz kuchaytiramiz. Natijada bu xavotir ya'ni vegetatsion nerv tizimimizni aktivlashtirib qo'yadi. Ana endi ikkinchi marta sodir bo'lgan panik ataka, vahima hujumiga bizni o'zimizni xavotirimiz sabab bo'ladi. Chunki biz o'zimizga o'ta e'tiborli, o'zimizni nazorat qiladigan biz odat shakllantirib oldik. Endi kechagi bo'lgan panik atakamizdagi sabablar bor edi. Endi bular ahamiyatini yo'qotadi. Endi bular bo'lish shart emas.
Ko'p mijozlar aytadi. "Xo'p, doktor, tushundim. Men qanaqadir nimadir qabul qilgan edim o'tgan safargi paniska atakada. Endi yana kecha bo'ldi menda, lekin men hech narsa qabul qilmagandim." Savol to'g'ri. Lekin buni mexanizmi shu. Siz hech narsa qabul qilmadingiz. Stresslaringiz bor edi, stresslaringiz ketdi. Yechim topildi muammolaringizga. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni yaxshi uxlashni boshladingiz. Bir yaxshi uxlamayotdingiz, uyqungizni yaxshiladingiz. Hayotingizda nimadir stress bor edi, muammongiz bor edi, oilangizda hal qildingiz, ishxonangizda muammo bor edi, hal qildingiz. Hamma muammolaringiz hal bo'ldi. Lekin paniska atak yana bo'lyapti-sizda. Buning asosiy sababi, demak, endi bu birlamchi sabab emas. Bu birinchi marta sodir bo'lganda ahamiyatga ega edi xolos. Bu boshlab berdi. Natijada o'zingizga juda ko'p e'tibor beraverganingiz xavotir chaqirdi. Xavotiringiz yana vegetatsion nerv tizimini aktivlashtirdi. Bu esa yana adrenalin, yana o'zingiz holatiga keldingiz, yana e'tibor, xavotir. Mana shu zanjir reaksiyasi hosil bo'lishida, demak, sababchi o'zingiz bo'lib qolasiz. Bu vaqtda birinchi qilinadigan ish insonlarga o'zidagi holatni to'g'ri tushuntirib berish. Paniska atakadan qiynaladigan mijozlarning 99% o'zida bo'layotgan vaziyatni noto'g'ri tushunadi va hech kim bu insonlarga holatni tushuntirib bermaydi. Shuning uchun ularda doim savol bo'ladi. Nima uchun bo'ldi bu narsa? Demak, nimadir muammoim bor yuragimda, kecha bekorga o'ynagani yo'q, qon bosim bekorga ko'tarilgani yo'q. Kecha men bekorga bir o'lib qolay deb demadim. Ya'ni vaziyat chut qoldi deydi. Bir narsa bo'lib qolardi menga deydi. Demak, holatni to'g'ri tushunmaslik insonlarda bu muammoni ko'payib ketishiga, uzoq vaqt davomida paniska ataka bilan yurishiga va bu vaziyat insonlarning hayot tarzini tushirishiga olib keladi. Shuning uchun eng muhim narsa vahima hujum bor insonlarga vaziyatni to'liq tushunish. Bu xavfsizligini tushunish. Dunyoning 5% aholisida vahima hujumi uchraydi. Bu juda katta sifr. Ya'ni bu juda katta son hisoblanadi. Aynan mana shu ketma-ketlik nima uchun bo'layotganini tushunib olsa, bu degani o'zi 50% inson demak bu xavfli narsa emas. Bu narsaga men sabab edi, sabab bartaraf qildim. Ana endi muammo o'zimda. Demak o'zimni isloh qilish imkonim bor. O'ziga ishonch uyg'onadi odamlarda. Yana bir marta aytaman. Ushbu vaziyat organizm uchun xavfsiz. 100% xavfsiz jarayon hisoblanadi. Faqat inson o'zidagi vegetativ reaksiyaga to'g'ri munosabat bildirishni o'rganishi kerak. Buni juda ham oson yo'llari bor. Demak, xulosa, vahima hujumi biz uchun xavfsiz. Xavfsizligini yana bir isboti, siz shu vaqtgacha o'tmagan tekshiruvlaringiz qolmadi. Yuragingizni tekshirtirmagan tekshiruvlaringiz qolmadi. Birinchi marta vahima hujum bo'lgandan keyin qaysi tekshiruvlardan o'tib qo'yish kerak? Demak, esingizda qolsin yoki albatta yozib oling. Bu birinchi marta bo'ldi sizda vahima hujumi. O'sha kuni nimadir bo'ldi, vahima hujumingiz tushdi joyiga, shifokorlarga bordingiz, yoqqa bordingiz, tez yordamga bordingiz, ko'rib chaqirdingiz. Tinchlandingiz, normal holatga o'tdi, yaxshi bo'lib qoldingiz. Ertasi kuni birinchi qiladigan ishingiz nima bo'lishi kerak? Qaysi mutaxassislarga borib odam o'zini tekshirtirib qo'yish kerak? Tavsiya, buni yozib olinglar. Birinchisi demak o'sha kardiolog ko'rigidan o'tish. Kardiolog quyidagi tekshiruvlarni o'tkazadi siz bilan. Demak, EKG tekshiruvi va yurakni UZI tekshiruvi, ekokardiografiya va kunlik Holter tekshiruvi. Mana shu 3 ta tekshiruvni albatta qildirishingiz shart. Qildirdingiz, yaxshi chiqdi. Hech qanaqa muammo yo'q. Kardiologga borishni, kardiologik tekshiruvlarni qilishni to'xtatamiz. Keyingi tekshiruv bu endokrinolog mutaxassisiga borib, aynan gormonal holatingizni tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Mana shu 2 ta tekshiruvni albatta qilib qo'yish kerak. Va u tekshiruvlardan o'tdingiz, mutaxassislar siz absolut sog'lomsiz, sizda hech qanaqa muammo yo'q dedi. Shu yerda tekshiruvlarni yana to'xtatamiz. Siz tekshirishingiz kerak bo'lgan holat mana shu 2 ta holat, kardiolog va endokrinolog tekshiruvi. Undan so'ng yaxshisiz, hech qanaqa muammongiz yo'q, yuragingiz joyida, gormonal holatlaringiz joyida. Demak, sizda bu vahima hujumi aynan biz aytib o'tgandek, demak, organizmingizni qaysidir sabablarga ko'ra yuzaga kelgan vegetativ reaksiyangiz. Bundan endi qo'rqmaslikni albatta o'rganishimiz kerak. Bu absolut xavfsiz jarayon. Sizni
Xayolingizga kelayotgan fikr menga nimadir bo'lib qoladi. Yuragim to'xtab qoladi, infarkt bo'lib qolaman, o'lib qolaman degan fikr himoya qilish uchun kelgan fikr xolos. Absolutni absurd bu fikrlar, ya'ni shu vaqtgacha panik atakadan o'lib qolgan inson, yuragi to'xtab qolgan inson, infarkt bo'lib qolgan inson yoki kontrolni yo'qotib, o'zini hushini yo'qotgan inson shu vaqtgacha yo'q statistikada. Demak, iloji bor bu qo'rqishingizni pasaytirish, bu qo'rqishingizni yo'qotib tashlash imkoni bor. Albatta, psixoterapevt usullar yordamida. Ana endi darsimizda davom etamiz. Aynan panik atakani, ya'ni vahima hujumini yechimi haqida suhbatlashamiz. O'zi odatda vahima hujumi insonda nevrotik buzilishlarning boshlangan vaqtda sodir bo'ladi. Ya'ni juda ko'pchilik mijozlarimiz aytadi, vahima hujumi boshlandi, keyin menda nevrozim kuchayib ketdi yoki keyin menda o'shandan beri o'zimni qanaqadir noodatiy yoki o'zimni sog'lom his qilmayman deb aytishadi. Va birinchi vahima hujumi sodir bo'lgan vaqtni, o'sha joyni, atrofidagi insonlarni juda yaxshi eslab qolishadi insonlar, chunki o'zida noodatiy, o'zi uchun xavfli deb bilgan kunini doim eslab qolishadi. Va aynan inson bir xil toifadagi insonlarda, ya'ni bu xarakterga ham bog'liq bo'ladi. Bu narsaga uncha e'tibor bermasdan yoki qanaqadir boshqa ishlarga nimagadir chaqilib ketgan odamlarda o'zidan panik ataka yo'qolib ham qoladi. Yoki menga hech narsa bo'lmadi-ku, shuncha demak qiynaldim, tinmasdan doktorga bordim, o'zimni rosa tekshirtirdim, hech narsa chiqqani yo'q. Demak bu xavfli emas shekilli deb o'ylagan insonlarda ham o'z-o'zidan vahima hujumi yo'qolib qoladi. Misol qilaylik, sizda yo'qolgani yo'q. Ya'ni qanchadir vaqtdan beri qiynalib yuribsiz. Aynan bu yechim siz uchun. Ya'ni insonlarda o'z-o'zidan yo'qolib ketib, insonlar umuman vahima hujumini sezmay ham qolishadi normada. Va aynan o'sha o'ziga sal e'tiborli bo'lgan insonlar, nevrotik buzilishi demak uzoq muddatdan beri davom etayotgan insonlarga aynan panik atakasi borlar uchun yechim haqida gaplashamiz. Bu juda ham oson usul bo'lib, minglab insonlarni vahima hujumidan qutulishga sabab bo'lgan metod haqida gaplashamiz. Bu psixoterapiyani demak bir turi hisoblanadi. Viktor Frankl degan avstraliyalik olim, psixiatr aynan shu usulni bizga taqdim qilgan. Shu usul haqida gaplashamiz va albatta men ishonaman, siz ham bugundan boshlab foydalanasiz va vahima hujumingizdan qutulasiz. Demak, soddaroq qilib tushuntiraman. Aynan sizda vahima hujumini 3 ta qismga bo'lib olamiz. Sizda sodir bo'ladigan vahima hujum. Birinchisi boshlanishi, maksimal cho'qqiga yetishi, ya'ni pik nuqta deb aytamiz. Va 3-nuqtamiz bu normal holatga qaytish. Bizdagi bo'ladigan vegetativ reaksiyamiz boshlanish fazasi bor va eng kuchli nuqtasi, ya'ni pik nuqtasi bor va normal bosqichiga qaytish. Mana shu 3 ta nuqtasi bor. Aynan sizda kechadigan vahima hujumi. Endi bizdagi muammo nimadan iborat? Men sizlarga aytib o'tdim, bu organizmimiz uchun absolutni xavfsiz. O'zimizning vegetativ reaksiyamiz. O'zimizning vegetativ reaksiyamizga nisbatan o'zimizda qo'rqishni odatlantirib qo'yganmiz. Ya'ni shartli refleks hosil bo'lib qolgan. Bu odatimizni albatta biz buzishimiz kerak. Va men ishonaman, sizning qo'lingizdan albatta keladi bu. Demak, boshlandi. Boshlandida bizda qo'rquv, xavotir kuchayishni boshladi. Va biz harakat qilamiz bu qo'rquvni kamaytirishga. Boshlang'ich bosqichidan normal holatga, ya'ni tinch holatimizga birdan o'tib qolgimiz keladi. Nima orqali? Birdan o'tib qolgimiz keladi bu yoqda. Tez tibbiy yordamga boramiz. Ya'ni yordam orqali. Yoki qandaydir dori-darmon qabul qilamiz. Yoki kimnidir chaqiramiz. Mana shu narsani o'zimizga odatlantirib qo'yamiz. Menda boshlandimi? Demak, shu narsani qilishim kerak. Organizm majbur qiladi, chunki o'rganib qoladi, shartli refleks.
Siz qanchalik ko'p shu ishni takrorlasangiz, ana shuncha mustahkamlanib boradi bu shartli refleks. Demak, vahimani biz kamaytirishga harakat qilamiz. Bu reaksiya o'zi fiziologik bo'lishga harakat qiladi. Sizni ishtirokisiz ham qo'yib bersangiz, o'zi asli boshlanadi, pik nuqtaga yetadi va normallashadi. Biz nima qilamiz? Biz boshlanayotgan vahimani kamaytirishga majbur qilamiz. Ya'ni qarshi chiqishga harakat qilamiz. Nimadir chora tadbir ko'rishga harakat qilamiz va bu bosqichga borib qolishga o'zimizni, demak, majbur qilamiz, tayyorlaymiz. Afsuski, bizdagi qo'rquv pik nuqtaga yetib chiqmasdan biz qaytarib olishga harakat qilamiz. O'rtada shu yerda ziddiyat hosil bo'ladi. Bu esa asab tizimiga juda ham bosim beradi. Bizni qo'rquvimizni uzoqlashib ketishiga sabab bo'ladi. Chunki biz o'ylaymizda, qo'rquvimiz agar shu nuqtaga yetib borsa, bu xavfli menga. Ana shu nuqtaga yetib chiqib qolsa, men o'lib qolaman. Shu nuqtaga chiqib qoladigan bo'lsa, infarkt bo'lib qolaman. Shu nuqtaga chiqib qoladigan bo'lsa, men hushimni yo'qotaman deb o'ylaymiz. Afsuski, bu fikrlar biz tomondagi tasavvurlarimiz xolos. Bu yoqqa chiqadigan bo'lsa bizni reaksiyamiz asli sizga hech narsa bo'lmaydi. Absolutni xavfsiz. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Aynan shu usul, ya'ni paradoksal intensiya, qo'rquvlarimizga qarshi bormaslik, xavotirimizga qarshi bormaslik. Aksincha bu qo'rquvni kuchaytirish. Mantiqan nima beradi bu usul bizga? Aynan qo'rquvlarimizni o'zimiz tezroq kuchaytirib, pik nuqtaga olib chiqish va bu nuqtadan normal bosqichiga o'tish. Ya'ni biz bu yerda harakat qilishimiz kerak, qarshilik ko'rsatmaymiz. Qarshilik ko'rsatmaymiz degani tez tibbiy yordamga bormaymiz, hech qanaqa dori qabul qilmaymiz va oson yo'ldan kelmaymiz. 3-nuqtaga biz, ya'ni bu tepalik deb qabul qilsak, biz tepalikka chiqib, ozgina diskomfort bo'ladi. Ozgina sizda vahima, qo'rquv kuchayishi mumkin. Lekin bu siz noto'g'ri narsani tasavvur qilganingiz uchun kuchayadi. Asli siz uchun hech qanaqa xavf yo'q. Biz qo'yib beramiz, bu reaksiyani normal bo'lishiga, o'zini holatiga tashab qo'yamiz. Natijada qarshilik qilmaymiz va oson yo'ldan C nuqtaga, ya'ni normal holatga yetib olishga harakat qilmaymiz. Bu odatimizni buzamiz. Natijada pik nuqtaga chiqadi bizdagi qo'rquv, bizdagi hayajon va o'z-o'zidan normal holatga tushadi. Bu fiziologik jarayonni agar biz to'g'ri qabul qilsak, to'g'ri tushunsak va to'g'ri harakat qilsak, shu vaqtda biz juda ham tez fursatda vahima hujumidan qutulamiz. Men darsda aytib o'tdim, bu adrenalin gormoniga bog'liq. Adrenalinga bo'lgan organizmimizdagi reaksiya xolos. 2-daqiqadan parchalanish boshlaydi. Bu degani 2 daqiqa orasida bizning vahimamiz maksimal pik nuqtaga yetib boradi. Agar biz unga qarshilik qilmasak. Bu juda qisqa vaqt. Sizni yillab, qanchadir muddat, qanchadir bir hayot tarzingizni tushirib, qiynalib yurishingizga arziydigan vaqt emas. Men aniq ishonaman, siz irodangizni shu bugundan qo'lga olib, aynan shu 2 minutga biz bemalol chidab tura olamiz, sabr qila olamiz. Bu vaqtda nima qilish kerak? Aynan biz vegetativ reaksiyamizni shu yarim kelgan vaqtida qaytarib olishimiz kerak emas. Qo'yib beramiz pik nuqtaga chiqishiga. Buning uchun nima qilish mumkin? Buning uchun siz aynan qayerda sizda vahima hujum bo'ladi? Ro'yxatini qolishingiz kerak. Kimdadir ko'chada, bozorda, kimdadir jamoat joyida, kimdadir masjidda, kimdadir uyida, kimdadir ham har xil joyda. Ya'ni o'sha odatda birinchi marta sodir bo'lgan joydan odamlar boshlaydi. Ya'ni aynan o'sha joyi xavf deb bilib qoladi. Undan keyin vahima hujumidan keyin ko'pincha fobiya shakllanib qoladi. Masalan, agorafobiya, ko'chaga chiqa olmaslik, ko'pchilikning ichiga kira olmaslik, panik atakadan keyin odamlarda ikkilamchi hosil bo'ladi. Ro'yxatini qildik. Bir 4-5 ta joyda sizda panik xuruj paydo bo'lishi boshlashini sezasiz, o'zingiz bilasiz. Odatda o'sha joyga odamlar bora olmay qolishadi.
Ro'yxatni tuzamiz va ana shu ro'yxat bo'yicha biz aynan shu instrumentdan foydalanishga harakat qilamiz. Ya'ni vahima boshlangan vaqtida, sizda diskomfort boshlangan vaqtida birinchi qiladigan ish hech narsa qilmaslikni o'rganamiz. Birinchisi, u yerdan qochmaymiz, hech qayerga bormaymiz. Mana bu shakllantirgan odatimizni buzamiz. Va bu bizdagi qo'rquvni sun'iy ravishda kuchaytirishga harakat qilamiz. Qaysi usul bilan? Oddiy tushuntiraman. Siz kim bilandir tortishib qolyapsiz, konflikt bo'lyapti o'rangizda, sizga qarab baqiryapti. Undan balandroq baqirsangiz, u inson jim bo'lib qoladi. Hayotda praktikamizda juda ko'p kuzatganmiz bu narsani. Kim bilandir faraz qiling, urushyapsiz-da, sizga baqiryapti. U odamni tinchlantirish uchun siz undan-da kuchli baqirishingiz kerak. Natijada jim bo'lib qoladi. Bu ham xuddi shu narsa. Sizni qo'rqityapti-da vahima. Siz undan ham kuchli vahimaga tayyorligingizni bildirsangiz, pozitsiyangizni. Miyada shunaqa narsa bor-da. Demak, sizni qo'rqitishi befoydaligini bilib qoladi. Bu holat xavfli emasligini biladi. Natijada sizda vahimani bundan-da kuchaytirishga mantiq qolmaydi. Ya'ni biz harakat qilishimiz kerak. Ha, keldi. Vahimam boshlandimi? Men kutgandim shuni. Tayyorman sen gaplashishga. Davay, yanada kuchaytirib chiqaning, mana yuragim o'ynayapti. Yana ham ko'proq o'ynasinchi, men bir ko'raman. 2 minut davom etadi xolos bu narsa sizda. Atiga 2 minut. 2-minutdan keyin agar to'g'ri taktika qilsangiz, kamayish boshlaydi sizda simptomlar. Ya'ni bu holat absolutni xavfsiz holat. Qo'rqmang. Vahimangiz kuchaydi degani sizga bir narsa bo'lib qoladi degani emas. Xotirjam bo'ling, siz o'lib qolmaysiz, siz infarkt bo'lib qolmaysiz. Harakatni boshlaymiz shu bugundan. Natijada o'zimiz harakat qilamiz kuchaytirishga. Ha, keldi. Bo'ldi, qani vahimamni kuchaychi. Qanchalik qo'lingdan keladi? Men tayyorman. Men qo'rqmayman bugundan boshlab sendan, qo'rqmayman absolutni. Bugun cho'ta kuchsizroqsan kechaga nisbatan. Uncha sezmayapman seni. Qani kuchaytirchi. Bundan ham qo'rqitchi meni. Qayergacha olib borasan, ya'ni. Men точно bilaman, shu nuqtadan tepaga chiqa olmaysan. Qaysidir nuqtaga borasan va men albatta yaxshi bo'lib qolaman. Men buni 100% bilaman va bu holatni men tushundim. Mana shu tarzda inson o'zini har bir o'sha qo'rqadigan obyektida kamida 10 martadan mana shu instrumentdan foydalanish kerak. Albatta sizga effekt beradi. 1000 dan oshiq insonlar panik atakadan, ya'ni vahima hujumidan aynan shu paradoksal intensiv usuli yordamida qutulgan insonlar juda ham ko'p. Va siz ham 100% qutula olasiz. Bu qo'lingizdagi narsa. Demak, biz o'zimiz harakat qilamiz, qochmaymiz, dori ichmaymiz, atrofda hech kim yordamga chaqirmaymiz. Bir chetga o'tib, bo'ldi, kutgandim seni, kel, sen bilan gaplashaman. Qani, men tayyorman. Qanchalik kuchaytira olasan, qanchalik qo'rqita olasan meni. Faraz qilaylik, birinchi kuni 10 ball qo'ydik qo'rquvingizga. Aynan shu texnika bilan to'g'ri amaliyot qilsangiz, kundan kunga, ya'ni qo'rquvingizni kuchi kamayish boshlaydi. 10 ball qo'ydik. Rosa qo'rqdingiz, maksimal darajaga chiqdi 10 ball. Keyingi safar 8, keyin sekin 6, 5, 3, 1, 0 darajaga tushirish mumkin. Sababi siz har safar aynan shu instrumentdan foydalanganingizda bu pikovoy nuqtangiz eng vegetativ reaksiyangizni eng pik nuqtasi borgan sari kamayib boradi. Kamayib 0 darajaga tushadi. Natijada siz vegetativ aktivlikka nisbatan absolut befarq bo'lib qolasiz. Umuman e'tibor bermaydigan, qo'rqmaydigan bo'lib qolasiz. Bu usulning maqsadi ham aynan shu. Shuning uchun e'tibor berib, to'g'ri tushunib, iloji boricha chizib olsanglar, o'zingizlar uchun shpargalka bo'lib qoladi. Bemalol chizib yoningizda olib yuring. Aynan mana shu sxemani. O'sha boshlagan vaqtida bir ko'ringda, esingizga tushadi siraza. Ha, bo'ldi. Doktor aytganda, aynan shuni aytganini qilaman deb harakat qilsangiz, juda qisqa muddatda siz 100% qutulasiz panik atakadan. Umumiy xulosa nimadan iborat edi bu? Umumiy xulosa normada biz qo'rqsak, qo'rqmasak, doktorga borsak, dori ichsak, ichmasak o'tib ketadi bu vaziyat. Faqat kimdir vahimaliroq, o'zini qo'rqitibroq o'tkazadi shu vaziyatni. Bu holatni tushungandan keyin
Agar ongli ravishda harakat qilsangiz, bundan qutulib ketasiz. Boshqa sizni vahima hujumi bezovta qilmay qo'yadi. Ya'ni yana bir marta eslataman, aynan vahimamiz kuchayotgan vaqtida biz unga qarshi harakat qilmaymiz. Bormaymiz doktorga, chaqirmaymiz. Bu holatni o'zimizda bo'layotganini aytmaymiz hech kimga. 2 daqiqani ichida pikovoy nuqtangizga yetadi. Undan u yog'iga vahima hujumini cho'zilib ketishiga o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz. Sababi adrenalin tushadi qonga, 2-daqiqadan parchalanish boshlaydi, 10-minutgacha parchalanib bo'ladi. Keyin biz bu vaziyatni noto'g'ri baholaganimiz uchun yana tushadi adrenalin. Vaziyatni cho'zilib ketishiga biz o'zimiz sabab bo'lib qolamiz. Agar to'g'ri foydalansak, bizda qanchadir arzimagan daqiqaning ichida o'tib ketadi bu va qaytalanmasligiga olib keladi. Yana bitta muhim joyi bor. Panik atakadan qaysi dori qabul qilsak chiqib ketamiz deb savol berishadi. Juda ko'p tushadi savol. Sizdagi bu hodisa normal reaksiya bo'lgani uchun hech qanday dori ta'sir qilmaydi bu holatda. Hech qanday maxsus davolash chora-tadbirlari kerak emas. Chunki organizmingiz normada ishlayapti. Faqat siz qo'rqishni o'zingizga odatlantirib qo'ydingiz xolos. Albatta bundan foydalaning va bu sizga yordam beradi. 10 yillik praktikamga ko'ra, hali bu usuldan foydalanib panik atakasidan qutulmagan inson yo'q. To'g'ri foydalansa, vaqtida aytgan narsamni qiladigan bo'lsa, aynan shu narsani 100% qutulib ketasiz. Men o'ylayman, siz uchun foydali bo'ladi bu va keyinchalik vahima hujum bor insonlarga ham taklif qilishingiz mumkin. Bitta sharti bor. Kimga mumkin bu? Bu aynan kardiolog va endokrinolog ko'rigidan o'tgan insonlar uchun. Yana bitta narsa, aynan sizda vegetativ reaksiya boshlandi va pik nuqtaga chiqqungacha men uni bemalol qabul qilib, u bilan demak suhbatlasha olmayapman, meni ozgina resursim yetmayapti deydigan odamlar uchun bir yana yordam beradigan bir vaziyat haqida aytib o'taman. Ya'ni nima bo'lishi mumkin? Bizda vahima boshlandi. Aynan shu o'zini pik nuqtasigacha yetgungacha siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan narsa. Birinchisi bu, eslab qoling, 4, 5, 6 raqamini. 4, 5, 6 mashqi. Bu nima degani? Bu aynan men ko'rsatib beraman. Qo'lingizni qorningizga qo'yasiz. Qorin bilan nafas olish. 4, 5, 6 esingizda qoladi. Ketma-ket son. 4 sekundda nafas olamiz. 5 sekund shu nafasni ushlab turamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ushlab turdik. Va 6 sekundda bu nafasimizni chiqaramiz. Aynan shuni takrorlash. To'rt, 5, 6. Qo'limizni qo'yamiz, sababi qorin bilan nafas olish. Bu nima qiladi? Vegetativ reaksiyamizni nisbatan, demak, sizga ta'sirini kamaytiradi. Lekin qo'rquvimiz pik nuqtaga baribir chiqadi. Bu bitta usul. Ikkinchi usul, aynan shu vaqtida, vahimangiz boshlangan vaqtida, demak, to'g'ri nafas olish vegetativ nerv tizimimizni to'g'ri ishlashini ta'minlab beradi. Bundan keyin yana siz qilishingiz mumkin bo'lgan narsa, ya'ni o'sha paytdagi yordam. Ko'zingizga ko'ringan narsa haqida o'ylang va uni tahlil qiling. Masalan, marker, qizil marker, bu doskaga chizsam yozadi buni. Chiroq yoritish uchun xizmat qiladi. Telefon bizda, demak, kim bilandir aloqaga chiqamiz, bizga yordamchi. Kompyuter, notebook, yoki televizor, yoki konditsioner. Demak, qishda xonamizni isitib berishga, yozda sovutib berish, analiz qiling, tahlil qiling. Mana shu 2 minutning ichida sizga juda ham yaxshi yordam beradi va natijada sizdagi vaziyat, demak, sizdagi simptom pasayganini, kamayganini albatta his qilasiz.
Bu aynan o'sha vahima kelganda, "Kel, men tayyorman sen bilan. Shu bugun gaplashaman" deyishdan oldingi tayyorlov mashq desak ham bo'ladi. Shu mashqdan o'tganingizdan keyin o'zi qo'rqmay qolasiz. Bemalol kutishni boshlaysiz, vahima hujumi kelishini. Kelgan vaqtida bemalol u bilan qo'rqmasdan suhbat qila olasiz. Va natijada bu usullar juda ham siz uchun manfaatli tomonlari bor. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha bugungi sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim shu edi. Albatta foydalaning, men ishonaman. Siz vahima hujumidan albatta qutulasiz.